Do'stlar, korobka kvartirani puliga ozgina qo'shsangiz, remontlarni qilingan, chiroyli uy ko'rsatsam, nima deysizlar? 35 ming dollarga baholanib sotuvga qo'yilayotgan 3 xona, 79 kvadrat metrlik kvartirani obzorini birgalikda ko'rib chiqamiz. Kirishingiz bilan alohida ovqatlanish xonasi, oshxonasini esa balkonga olib chiqishgan. Undan keyin mehmonxona, sanuzel va ikkita yotoqxona joylashgan. Barcha sharoitlari va qulayliklari mavjud. Atableniya qilingan. Двухконтурный kotyolni esa o'zingiz qo'yib olsangiz bas. Sizdan shu qolgan xolos. Obzorimizdagi mebel va texnikalarni egalari bilan kelishsangiz bo'ladi, lekin narxini ichiga kirmagan. Pishiq ishdan qurilgan 5 qavatli Novostroykaning 5-qavatdagi ushbu kvartirani egalari 35 ming dollarga baholashmoqda. Albatta kami bor. Egalar raqami hozir ekraningizda turibdi. Bemalol telefon qilib, savdolashib ushbu xonadonimizni baraka qilishingiz mumkin. O'zlaridan bog'lanib, uyni ko'rasizlar. Sizga ma'qul keladigan bo'lsa, albatta xonadonni baraka qilib yuborsalaring bo'laveradi. Manzilimiz Marg'ilon shahar Diyor mehmonxonasi shundoqqina yonginasida, Tereza bozorining ro'parasida bo'ldi. Ushbu xonadonimizda gaz, svet, suv va kanalizatsiyadan umuman muammo yo'q. Ushbu videoni tanishlaringizga yuborib qo'ying, kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Narxiga arziydimi yo'qmi? Kommentariyada albatta o'z fikringizni yozib qoldiring.